411 bob Bobul Fa'li. 913 hadis Anas radhiyallohu anhudan anin nabiy sallallohu alayhi va sallam la adwa va la tiyarata va yu'jibuni al-fa'l as-salih al-kalimatul hasana. Nabiy sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytibdilarki, kasal yuqishi yo'q, shumlanish ham yo'q. Meni ajablantirib, menga xush keladigan, yoqadigan narsa solih fa'ldir dedilar. Bu nima desa, go'zal so'z. Mana shundan demak, siz bilan biz mo'min musulmonlar kasal yuqadi degan gapga ishonmasligimiz kerak. Ba'zi bir odamlar buni eshitganda aytishi mumkin, hozir ilmda sobit bo'ldi-ku, yuqar ekan-ku kasal degan gaplarni aytishi mumkin. Turli dalillarni ham keltirishlari mumkin. Lekin bu yerdagi kasal yuqishi yo'q deganlari aqidaviy gap. Ya'ni kasal o'zicha yuqmaydi. Kasal Alloh taoloning irodasi ketganda yuqadi. Alloh xohlasa-yu xohlamasa kasal o'zi yuqish qudratiga ega deb e'tiqod qilish Allohning qudratiga shak keltirish bo'ladi. Ana shu ma'noda Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni ushbu hadis shariflarini tushunishimiz kerak. Demak, kasallik o'zidagi qudrat bilan Allohning irodasidan tashqari, Alloh xohlasa-yu xohlamasa bir sog' odamga borib yuqolmaydi. Yuqishi Allohning irodasi bilan bo'ladi. Allohni xohishi ketsa keyin bo'ladi. Chunki dunyoda hech bir ish Allohning xohishidan tashqari bo'lmaydi. Mana shu fikrimni to'g'riligini isbotlash uchun boshqa hadislarga, rivoyatlarga nazar soladigan bo'lsak, firra minal juzami aw minal barasi firaraka minal asadi degan hadislar bor. Mahov yoki pes kasallaridan xuddi asaddan qochgandek, sherdan qochgandek qochinglar degan hadis bor. Boshqa bir hadisda aytadilarki, qayerda o'lat tarqaganini eshitsanglar, u yerga bormanglar, u yerdagilar tashqariga chiqmasin dedilar. Ya'ni bunaqa ehtiyot choralarini hammasini islom olib qo'ygan. Lekin bu yerda yuqish yo'q deganda aqidaviy masala, juda nozik bir masala. Ya'ni o'sha kasal o'z salohiyati bilan Allohning irodasidan tashqari ham yuqadi degan e'tiqodga bormaslik kerak. Alloh xohlasa yuqadi, bo'lmasa yo'q. Hozir shu tarbiyani ko'rmaganlarni gapiga, tasarrufiga zehn solsangiz, bular shu kasal o'zi yuqib qoladi degan xavotirda, vahimada. U Allohni oraga qo'shishni bilmaydi bular. Biz musulmonlar bunaqa qilishga loyiq emasmiz, bundan ustun odamlarmiz. Allohga e'tiqodimiz kuchli. Alloh xohlasa yuqadi. Alloh yuqtirmaslik, yuqmaslik uchun chora ko'rishni bizga buyurib qo'yibdi. Shuni qilaveramiz, baribir yana Allohdan panoh so'raymiz. Shumlanish ham demak, u narsadan, bu narsadan undoq bo'ldi, bundoq bo'ldi. Falonchinikiga boy qish kelib qo'ngan ekan, uyi xarob bo'libdi. Yana kimdir oldidan mushu o'tib ketgan ekan, mashinasini uryapti kabi gaplar hammasi noto'g'ri gaplar ekan. Agar kelajakdan bir xursand yoki bashorat oladigan bo'lsangiz, go'zal bir so'zdan, yaxshi bir so'z eshitsangizki, kelajakka sizni umidvor qilsa, ajab emaski mana shu gap, farishtalar omin deb qolsa, bo'lib qolsa degan umid, ana shunisi bor ekan xolos.